degan davlatni tilini o'rganyapsiz. Men o'ylaymanki, dunyoni aholisini hisoblasangiz ham eng ko'p aholi Xitoyda. Shu tendensiya ketadigan bo'lsa, Xitoy tili ingliz tilini ham ortda qoldiradi. Nimaga? Dunyoni istagan mamlakatda Xitoylik bor. Bu yaxshi ijobiy foydasi iqtisodiyotni regulyatsiya qilishda ham, yoshlarda ta'lim tarbiyasida ham bu juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun sizlar bilan bu kursni boshlaganlarga, tashkilotchilarga, hamkorlarga o'zimizning minnatdorchilik bilamiz. Nima yordam bo'lsa tuman hokimligi, yoshlar agentligi tayyor. 谢谢您来这边学到，就是感谢你。咱们共同努力，我们是这样的。把学校办好。 Rahmat. Rahmat, mana hamkasblar to'g'ri gaplarni aytib o'tishdi. Men to'g'risini aytaman, bugungi kunda hozir ingliz tili yoki kavitlarga nisbatan bugungi kunda hozir Xitoy tilini biladigan tarjimonlarga talab katta. Ham eng katta shaxsini olayotganlar hozir Xitoy tilida tarjimonlar. Mana aytib o'tildi, mana tumanimizdagi sanoat korxonalarida ko'plab xitoylik hamkorlar bilan ishlar yo'lga qo'yilgan. Bu yerda endi eng katta yetuk mutaxassislari Xitoyda deb ishlayapti. Lekin o'zimizdagi mutaxassislar shu tillarni bilmayotgani natijasida ko'proq ish o'rinlarini egallashga sizlarda iltimos bo'ladiki, mana shu tilni bilish orqali o'sha korxonalardagi eng katta lavozimlarda ishlar yoki haqiqatan mana shu Xitoy davlatiga bilan hamkorlik qilib, kerak bo'lsa o'zbek biznesini yo'lga qo'yishda sizlarni tamal toshlari kerak bo'ladi. Buning uchun sizlardan mana shu tilni mukammal bilishlaringiz, asosiy kirishlaringiz, boshqa narsalarga chaqirmasdan ko'proq mana shu tilni tezroq o'rganib, bizga sinflarda kadrlarni yetishib kelishi juda muhim. Shuni his qilishlaringiz kerak. Sizlarga ishonamiz. Albatta mana shu hamkorlarimizga, mana shu hamkorlik yo'lga qo'yishda amalga berayotgan yordamlarga avvalambor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Men hammani ko'zdan ko'rib turibman, yosh o'quvchilar ko'zlari yonib turibdi. Albatta o'qishda omad tilayman. Yaxshi rahmat. Xitoyga borib yana ham o'zlaringizni sizlarga ishlashlariga oliygohlarga imkoniyat borligini, imtiyoz borligini qisqacha ma'lumotini beradi. Bularga yoshlarga qiziq. Hozir zo'r o'qisak, sertifikatlarga erishsak, qaysi oliygohlarda Xitoyda o'qishimiz mumkin degan eng asosiy savol bo'ladi. Chunki kechagida uchrashuvimizda ham aytdim, Xitoy bilan hamkorlik viloyatimizning o'zida 300 dan ortyapti. Viloyatimiz o'zida. Respublikada juda ham katta ko'rsatkich. Sizlar tilni zo'r o'rgansalaring, poytaxtga borib Xitoy O'zbekiston korxonalarida ishlashlari mumkin. Lekin oliygohlarda ham top 10 talik, top 100 talik balki institutlar haqida. Avvalambor bu yerda o'zim javob berib qo'yaman. O'zim Xitoyda o'qib kelganman. Avvalambor talabalar o'zi Xitoy tilini o'rganadi. Darslarga muntazam qatnashib, Xitoy tilini o'rganganingizdan keyin imtihon bo'ladi. HSK, Hanyu, Shiping, Kaoshiga qatnashasiz. Undan keyin o'sha ALTSga o'xshagan sertifikatni qo'lga kiritganingizdan keyin Xitoyga registratsiya qilasiz. Unda ham bizlarga o'xshab boyagidek nima bloklari bo'ladi. Yana fizika, yana ona tili, yana qanaqadir fanlardan ham qo'shimcha imtihondan o'tasiz. Boyagi ALTSga o'xshagan HSK sertifikatingiz bilan ro'yxatdan o'tib, borib mana Toshkentda bor, Samarqandda bor, Konfutsiya institutiga borsangiz, u yerda sizga yordam beradigan o'qituvchilar bor. Imtihondan o'tasiz, undan keyin u yerdagi o'qituvchilar sizga yordam beradi. Registratsiya qilishda. Yo'nalishni o'zgartiradi-da, masalan, sanoatmi, yengil sanoatmi yoki o'sha tibbiyot sohasimi, Xitoy tabobati ham mashhur masalan. O'zlar tanlagan yo'nalish bo'yicha bitta birinchi eng asosiy masala sertifikat. Sertifikat olishsa bo'ladi. Rahmat, hammalarga Teşekkür ederim.